Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan Lolajahon bozoridan Algo Lighting lustra, plafon sotadigan do'konga kelganmiz do'stlar. Bu yerda optim oladiganlar ham, do'konga olmoqchi bo'lganlar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sotuvchi akamiz bilan birgalikda polni obzorni qilib o'tamiz. Manzilni eslatib o'tsak, yo'lni bo'yida, stankada ko'raverasizlar. Algo Lighting lustra, plafon sotadigan do'kon. Do'stlar, videomiz boshida bitta like bosib qo'yasizlar. Biz video roligimizni boshlaymiz, videoni uzmagan holatda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, charchamasdan. Ishlab turibsizlarmi aka? Aka, bizning manzilimiz yana mana aytib o'tay. Bizniki Lolajahon bozorida, bu taraf Andijon tarafdan kelishdi. Lola 4 yo'parasiga joylashgan. Ha, Lola 4. Arenter Lola 4 yo'parasi Algo Lighting brendi. Qashqaridan ko'rsatib qo'ydik. Bemalol kelishaveradi. Bir boshdan shu ichkariga kirib, shu optim narxlarni aytib o'tib ketaverasiz. Aka, bizda donaga ham bor. Biz o'zimiz Xitoydan urgan tovarlar bor. Optimchilar ham aloqaga chiqishaveradi. Pastda nomer qoldiramiz. Nomerimni ham aytib o'tayin, birolar. Nomeringizni ham aytib qo'ying. 91 916 4 ga aloqaga chiqaverasizlar. 91 916 4 Ekran ostiga ham yozib qo'yaman. Optimchilar ham aloqaga chiqaveradi. Razmerlari bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Biz tovar tarqatitganmiz ham. Yo'lga qo'yganmiz shuni. Optim respublika bo'yicha aloqaga chiqishadi. Sotuvchilar lustra do'konda ko'p endi. Mana Bag'i Voha taraflarda ham bor. Samarqand tarafida ham klientlarimiz ham bor. Aloqaga chiqishaveradi. Dastavka qilib berilaveradi. Dastavka bor. Hozir kelyapmiz. Bitta ko'rsatamiz. Shundan xohlagancha zakaz qilishaveradi. Ichkariga kirib shu birinchi qaysi lustradan boshlaymiz? Mana shu modellarimiz yangi kelgan. Bular donaga ham bor, optimga ham bor. Masalan, 80 bu 80 diametrdaligi, fonda xrustal toshlari xrustal bo'ladi. 80 diametrdagisi bu. Buni 60i bor, 50 diametrdagisi bor. Yumaloqdan. Bulardan ham. Buni ham 60, 50 80 diametrdagisi. 3 xili bor hammasidan. Mana bu yana bir modelimiz. Bu ham uyuq tosh bo'ladi. 2025 model bular hammasi. Buni ham 60, 80, 50 razmerdagisi bor. Bu ham hamma razmeri bor. Optimga qancha, donaga qancha, shuni ham aytib o'tib ketaylik. Aloqaga chiqsa, biz birma-bir aniq qilamiz. Optimga hozir mana shu donaga deydi. Donaga aytib o'taylik. 700 ming so'm. Bular 80 diametrda. Donaga bu yerdan olib ketish narxi. Ha, optimchilar aloqaga chiqsa. Optimchilar aloqaga chiqsa, narxini kelishtirib beriladi. Hamma razmeri bor. Bu modelimiz, mana bu ham yangi modelimiz. Bilishadi hammalari. Lustra sotuvchilar ham biladi. Bu ham zo'r model. Pastda 1 metrligi bor, dumaloqdan 1 metrligi bor, 80i bor, 60i bor, 50 diametrdagisi bor. Hamma razmeridan. Hamma razmerdagilari bor. Avvalgi varianti bor buni. 1,5 metrlik avvalligi bor, 1,20 avvalligi bor. Bu originali, toshi 3 qator qilib. Yangi model bu. Original model. Mana shuni ikkinchi sort modeli bo'ladi. Bizdagina bir modeldan emas, bu o'zi bilinib turibdi siyrakligi. Mana ular zich joylashgan bular. Bu modelimiz. Mana modelimiz bor. Bu ham 60-80 diametrdagisi bor buni. Mana modelimiz bor. Bu ham 80-60-50 diametrdagisi bor. 3 xili bor buni ham. Mana modelimiz. Qilsanglar ma'lumotni o'zingizlar olaverarsizlar. Bunisi video ko'payib ketsa anaqa bo'lmaydi-da. Yo'q, videoni bemalol tushuntirib boraveramiz. Buni ham mana modelimiz bor. Bular bu ham o'zimizning model, bu ham iskitkada bular ham. Bu 80 diametrdagisi masalan mana shular oldingi narxi 1 million 600 1 million 500 sotilgan. Bularni 1 million 100 ming narxi beramiz. 80 diametrdagisi. Buni 60 diametrdagisi ham bor. 1 million 100 dan qilib beriladi. Shuni o'zini avvalgi varianti bu. Ha, uzuncha varianti. Bular qancha chiqadi? Donaga mashinasi 1 million 600 ming so'm. 1 million. Narxlarni kelishtirib beramiz. Bu aytilgan narxi. Ha, o'zlari kelib talash tortishib olib ketsa bo'laveradi. Mana modelimiz bor. Mashina 1 million 300 ming atrofida sotilgan. 850 mingdan skidkaga qo'yganmiz bularni. 80 diametrda, gabarit kattasi. 850 ming so'm qilib beriladi. 850 ming so'mga aloqaga chiqishaveradi. Bu 7 metrlikgacha uygacha tushaveradi. 7 metr, 8 metrlik, 80 diametrda. Katta mehmonxonalarga ham. Mehmonxonalarga aytaveradi bular. Bu lampochkalari nechta bo'ladi bunda? Bular lampochkalar 15 ta lampochkali bular. Ha, 15 talik lampochkalilar. Endi bu yoqda ham buni ham hamma razmeri bor. Bu ham o'zimiz model.
Bu ham Aha. tarqatishga bor. 80, 60, 50 diametrdagisi bor. Bu ham polni xrustal toshlari original tosh, oddiy tosh qilinmagan. Keyin bularning montajlari tayyor chiqadi. Korobkada masalan отдельный patronni qotirib o'tirish shart emas. Patronni hammasi montaj tayyor chiqadi. Uy egasi ham terib olaveradi. Imini ustiga terdirish shart emas. Mana toshlar o'zi terilgan chiqadi. Tayyor bo'ladi. Почти tayyor chiqadi korobkada. Dastavkaga korobkada deyilsa, korobkada qilib beramiz. Dona bay oluvchilarga donaga deyilsa, shuni stretch qilib dastavka qilib beramiz. O'zini ham chiqarib berilaveradi. O'zini ham chiqarib beriladi. Keyin mana model bor. Shuni sariq aralashgani bor, chiri sariq degan. Bu modelimiz ham shu xuddi shunaqa. Montaji bizdagi lustralarning ko'pini montaji tayyor chiqadi, toshlar terilgan chiqadi. Почти tayyor. Uy egasi imini bir kishiga terdirish shart emas. Почти tayyor. O'zlari ham terib, o'rnatib olishsa bo'laveradi. Mana modelimiz. Bu 120 model. Bu ham narxlari arzon chiqadi. 120 ga 60 bular. 1 million 200 ming so'm turadi bular. 1 million 200 ming so'm. Bu yog'i ham ko'p turisi, zalatis. Ko'pchilik biladi buni. Trenddagi bu 50 diametrdagisi. Shularni 250 ming so'm, 200 paytida bularni 60 dollar sotilgan. Hozir bular skitkada bizga aloqaga chiqsin. 200 ming so'mdan dastavkasini qilib beramiz. 200 ming so'mdan dastavka qilib jo'natib oladi. 50 diametrdagisini mana shu Namangan bo'ylab dastavkasi bo'ladi. Boshqa yoqdagilar dastavkasi kelishgan holatda. Buni boshqa ranglari ham bor, bu qorasi. Hozir 300 ming, 350 ming sotayotganlar ham bor. Lekin bizda 200 ming so'mdan qilib beraman. Buni qanday diametrda bor mana. Bu 125 mingdan bemalol aloqaga chiqishaveradi. 40 diametrligi 125 ming. Patrolli bo'ladi. 125 ming so'm narsa. Bularni ham paytida masalan 280, 300 ming ham sotilgan bularni. Hozir skitkada. Kanal uchun hozir sirraz aytib ketdim. 100 klient kelsa masalan normalniy qimmatroq ham sotaman buni. Bundan bor, hozir bu yerda yetarlicha bor. Bu cho'koq rangi, qoraga gold bor, oq rangi bor, seri rangi bor. Mana 60 diametrdagisi ashin. Bunisi 60 diametrdagi, kattarog'i bu. Bu qancha buni 60 diametr? 280 ming so'mdan qilib beramiz. 280 ming so'mdan qilib beriladi. Avvalgi varianti bor. Bu ham paytida 600 ming, 700 ming sotilgan. Mana shularni aka 325 mingdan qilib beramiz. Avvalgi varianti 325 ming so'm. 5 tadan 10 ta lampishkasi bo'ladi. Bu ham katta mehmonxonalarga qo'ysa ham bo'lavergan. Avvalgi variant. 80 diametrdagisi aka. Bu kattasi. Kattasi. Mana shularni aka 550 mingdan qilib beramiz, aloqaga chiqishaversin. Diametr 80 diametrda. 100 dollargacha sotilgan lustralar bular. 12 ta patrolli bo'ladi, patrollari. Xohlovchilar uchun shuni o'zini ham dastavka qilib berilaveradi, terilgan, tayyor. Mana shu atrofdagilarga shuni o'zini ham tayyorlagan, xolasi tayyorlab stretch qilib, upakovka qilib jo'natib beramiz. Jo'natib olaveradi. High-tech lustralar bor aka. Tepadagilar assortiment yaxshi aka. Ham 2025 model. Bizda birortalik qadimgi model yo'q. Hammasi yangi modellar. Hammasi yangi model. High-tech fasondagilar qanchadan boshlanadi? Bular narxlari ichkiga o'tsa bir qator narxlari bilan tashlab beraman. Mana shularni dona-dona qilib olsang, mana shular необычный narsa, mana shular hammasi toza narsa. Spiralli deb qo'yadi bularni. Mana avvalgi varianti shularni. Bu avvalgi variantlar. Mana modelimiz bor. 27 talik bu. Bu katta var, kattasi. Kattaroq 27 taliklari. Uzunchoq koridorlarga uzunchoq spirallilar turibdi, shularni qo'yishaveradi. Assortiment har xili bor. Assortiment yetarli darajada. Shu ekran ostida telefon raqamiga telefon qilsanglar, Telegram ham bor, shu nomerda. Shu nomerda Telegram ham bor. Tashlab beramiz bitta-bitta. Telegramdan rasmlarini. Hamma turidan bor. Bularni ham yangi modellarni olib kelganmiz. Ulardan ham bor ekan. Bu yoqda yumaloq fasonlari hammasidan bor ekan. Mana uzunchoq fasonlar bor. Ular uzunchoq fasonlari shu mehmonxona, yotoqxonalarga mana ular tashqi fasadlarga. Pushkin deydi bularni. Bular assortimentlari yaxshi. Magnetik treklarimiz bor. Bulardan ham hammasidan bor. Ichki, tashqi. Bu magnetlilar, bular metrovoy sotiladimi turishiga? Metrovoy bo'ladi. Mana profili metrovoy bo'ladi bularni. Gipsakarton qo'yotganda sotiladi bular. O'sha qo'yib ketiladi bular. Gipsakartonni qo'yib ketib, orasiga keyin qo'yiladi. Orasida bular o'sha yangi modellarda bular. Zamonaviylashgan variantlar bular. Mana ular qilib bo'lingan joydagilar. Endi biz qilib bo'linganlar nima qilinadi desa, qilib bo'lingan joylar bular наружный, mana наружный varianti.
Bular yorug'lari ham sifatsiz zo'r yorug'ini ham. Ha, bu yoqdan svetini ham ko'rsatib qo'yaylik. Bu narujniy gipsa kartondan keyin qilsa ham bo'laveradi bunisini. Qilib bo'lingan joyligi ham bo'laveradi bular. Ustiga qotirilaveradi buni. Ustiga qotirilaveradi. Bu tashqi fasad uchun deganlaringiz qanchadan boshlanadi jupi? Okey, mana mashina 125 mingdan donalar bo'ladi bular. 125 ming so'mdan mashina. Bular mana dumaloqlari 100 ming so'mdan bo'ladi bular. Keyin mana pushkinlarimiz, bular sal importro varianti bular. Bular 380 ming so'm mana ular. Donaga. Ha, donaga. Bular darvozani ikkita chekkalariga qo'yiladi. Bularni ham shu darvozaning ikki tomoniga fasad uchun, zaborlar uchun qo'ysanglar bo'laverar ekan. Kuchatirlarimiz bor, Salit brendida. Bulardan ham hamma assortimenti bor, sifatlari zo'r, ishlashlari konkretniy, chiroyli chiqadi. Buni ham har xil rangi bor, ha, seriya qora. Ha, bulardan ham seriyasi bor, qorasi bor, goldi bor, mokriy sveti bor, 4 xil svet, option. 4 xil svet bo'ladi. Internetigacha bor, hamma narsasi bor. 100 bek chiqadigan narsalargacha bor bularni. Ha, 3 talik, 4 talik bo'lib ko'payib ketaveradi, antena. Mana unisi mana. Bularda mana Type-C zaryadniy tushadigan anaqasi bor, и USB tushadigan joyi bor. И rozetka qilib ishlatishaveradi ularni. Hamma narsasigacha chiqqanda. Pramo zaryadga qilsa ham bo'laveradi. Pramo zaryadga qo'ysa ham bo'ladi uni. Vati ham zo'r beradi, mana 20 vatt bu. Bemalol haliga eng yaxshi zaryadniyni amperi bilan bir xil. Shu qancha donasi? Bu 125 ming so'm. 125 ming so'm. Zaryadniy qilib ishlatishadi, yoni Type-C'li, mana yerga USB tushadi. И zaryadniy to'ldirishi ham normalniy original zaryadniy bilan bir xil to'ldiraveradi. Bir xil to'ldiraveradi. Telefonni ham zaryadga qilsanglar bo'laverar ekan. Ha, endi bu yoqda zinalar uchun biralar har xili bor ekan. Biralar bor. Spanniyalarga mana ularni ko'rsating, kapalalilar. Shular o'zi normalniy mashina. Bularning donasi 75 ming so'mdan. Aha. Donaga 75 ming, 150 ming bo'ladi jupi. 150 ming bo'ladi bir jupi. И qolgan har xil variantdagilar bor. Bu yerda har xil variantdagilari bor ekan. Telegramga aloqaga chiqsa, masalan, Spanniyaga moslab deysiz, Spanniyaga moslab tashab beramiz. Zinaga moslab desiz, zinaga toshlilar variantlari bor, zinaga tashab beramiz. Mehmonxonalarga ham qo'yayotgan hozir, mehmonxonaga ham manaqa modellari bor. Mana mash modellari bor. Bular ham rosa chiroyli chiqadi. Telegramdan assortiment bor. Telegramdan yozishsa, rasmni tashab berishadi, ma'qul kelgan dastavka qilib jo'natib yuborilaveradi. Do'stlar, mana bu yerda assortimentni endi bitta hammasini olib olmaydi, lekin assortiment yaxshi, kelishaveradi ham. Mana shu atrofdagilar, mana shu vodiy bo'yicha kelishsa, ishlarni polni bitkazib beramiz. Masalan, 7 metr, 8 metr uyga kerak bir kishiga 4 metrlik uyga kerak, buni kichigi bo'laman, kichik variantlar bor. 3 ga 4 ga 4 xonalarga kerak. Kichikroq variantlari chiqarib beramiz. Masalan, mana uni ham 60, 80 hamma razmerlari bor. Bularni ham polni ishlar polni bitib ketadi. Lampochkalari ham bor bu yerda. Masalan, kimdir uyni remont qilgan, lustra qo'ymoqchi. Uyni remontini rasmini Telegramdan menga tashlaydi, men unga moslab lustra tashab beraman. Ma'qul bo'lsa, korobka chiqarib beraman, ma'qul bo'lsa uni. Korobkada dastavka qilib beriladi. Dastavka qilib chiqarib beraman. Uyni rasmini tashlaydi, unga moslab lustra qilib beramiz. 950 tajribamiz bor bundan. Bemalol telefon qilishaveradi. Telegramdan ham yozsanglar bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham bor ekan. Spanniyaning ikkita chekkasiga patolodan tushirayotganlari bor. Ularga mana variantlari bor. Patolodan tushadi, ikkita divan chekkasiga bo'ladi. Ha, kichkina. Qolaversin, hamma ishlarni xohlasa. Bular qanchadan bu kichkinalar? Donaga? Mashina 155 mingdan. 155 ming so'mdan donaga, spalniga. Spalniga divan chekkasiga. Yo'lda arzon variantlari ham bor ekan, yumaloq. Arzon variantlari ham bor. Ularni ham yoqib ko'rsatib qo'yamiz. Mashina ham 5 ga to'la uylarga bemalol bo'laveradi. Mana mashina 100 ming so'mdan общий. Mana shishaliklari bor. Bular 140 mingdan. Buni chetkalari ham bor. Bular 140 ming so'mdan. 140 ming so'mdan. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana bu uzunchoq variantlari bor. Ha, bular bu ikkitasi. Bular masalan uy past bo'lib qoladi odamlarni. Uy pastlarga masalan yopishgan qo'yiladi-da, endi iloji yo'q. 2 metr bo'lib qolgan patolochnik. Bular patolochnik variantlarimiz bor, toshli variant. Mana shular ham mehmonxonalarga, kichkina mehmonxonalarga zo'r bo'ladi. Bular narxlari 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan qilib beriladi. Navoiy yo'lida hozir aloqaga chiqsa ham mana shu klientga yolg'on gap yo'q. Klientga masalan
bir kishi keldi do'konimga. Mana mashina masalan deylik 1.600.000 sotish kerak edi. Oxirgi narxi. Bizda hammasi endi baribir do'konchi bo'lganimiz bilan bo'lgandaki buni ma'lumotni necha pul narxini baribir bilamiz-ku. Do'konda necha pul sotilayotgan bo'lsa, aloqaga chiqsa ham 1.600.000 do'konda sotiladi. Eng kamida 1.600.000 so'mga aloqaga chiqsa qilib beradi. Masalan, Qilib beriladi. Любой lustrani deylik, mana mashina 700.000 so'm kreditga bosaman deylik. 700.000 so'm aloqaga chiqsa 700.000 so'm qilib beramiz. Dastavka qilib beriladi. Endi iloji yo'q ijtimoiy tarmoqda baribir kimnidir vaqti bo'lmaydi. Kimdir asosiy biz sohada lustra remont qiladi. Qaysi lustrani qaysi razmerga qo'yishi ko'pchilik bilmaydi, to'g'risi. Biz masalan 5 ga 4 uyga necha razmer tushadi, 6 metrli uyga necha razmer tushadi, oriq uzun joylar bo'ladi. 7 ga 4 bo'ladi. 7 ga 4 ga bitta o'rtaga patron tashlagan bo'ladi. Unga qanaqa avvalgi variantlarimiz bor aka. Shunaqalardan qilib o'zimiz ideyasi ichida bo'ladi. Dizayn ichida qilib beriladi. Masalan, chunki biz 9 yillik tajribamiz bor bunda. Любой razmerini, любой anaqa xonaga, katta faylaga ham bor, zakasini olib beradi, faylangni ham. Olib berilaveradi. Olib beriladi, zakasga ham olib beriladi. Xitoy bilan aloqamiz bor. Xudo xolasa aloqaga chiqishsa, ishlarni bitirib beriladi. Xudo xolasa, shu ekran ostidagi telefon raqamlariga bemalol telefon qilaverasizlar. O'ttinchilar ham aloqaga chiqishyapsiz. Bularning razmerlar, do'konchilar baribir buni lustra do'konchilar ham ko'radi. Do'konchilar Volxa taraf ayniqsa, bag'i masalan Samarqand, любой hamma joyga dastavka qilyapkanmiz. Chiqishyapti. Razmer hammasidan kolleksiya bor. Bundan yetarli darajada nechta kerak bo'lsa, ularga ham terishligi qiziqda. Terilishda bemalol hamma narsasi bitgan. tayyor holatda jo'natib berilaveradi. Nechta kerak bo'lsa, jo'natib yuborilgan do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda mana har xil assortimentdagi lustra narxlar bilan tanishtirib o'tdik do'stlar. Optimchilar ham, donaga oladiganlar ham bemalol aloqaga chiqishaveradi. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.